video olishda davom etamiz. Bugungi kunimiz yakshanba 26 oktyabr. Bozor kunlarimiz yakshanba, chorshanba kunlari bo'lyapti. Bizda yuk yig'ib berish kuryerlik xizmati mavjud. Bu nimami? Kilovermi bilan? Donaga. Ha, bular qanchadan? 35 ming. 35 ming so'm ekan bular. Bu tomonlar ham shuni bir rasvetkalari. Nima ekanda? Har xil ekanda, har xil. Narxlar 15 ming mana bular. Bular 15 ming so'mdan ekan tepaslar. Yo'qolay. Bildurdan shunga. O'ta chiroyli ekan narxiga. Nima arzon ham 15 ming ko'ringlar. Bitta ishtoncha narxi 15 ming so'm minutda. Be yangi ochdan oshkilaga? Yangi ochdik. Bosib qo'yibsiz-ku. Kilobek qo'ysangiz yaxshi emasmi kilobek? Hozir Donabega tillab hali nima qilmaydi? Kiloga qanchadan tushyapti? Hozir donaga hisoblab aytyapti-ku. Xullas ish o'ta ko'p. Mana TV pasti ko'ringan chiroyligini. Futbolka, endi pasti ishtoncha shiklik. Futbolka shortikcha ekan, o'ta chiroyli pechatlar bosilgan. Bunaqa ishlar asosan fabrikniy ish bo'ladi, eksport ishlar bo'ladi. Xullas shunaqa gaplar shu do'konga kelsalaring bir nima deydi? Har xillik juda ham ko'p ekan, bir tanlab olaverasizlar. Nomeringiz necha ekan? 90lik. 90lik 550 550 55 55 28. 28 raqamiga murojaat qilinglar. Mana agar kilasi narxini chiqarib, kiloga ham kelishaver ekan. Aka charchamang, savdongiz bo'lsin. Ishingiz qilib o'zingizga zakaz ko'payib ketmaydimi? Qancha beryapsiz bularni? 35 ming beryapti. Narxi 35 ming so'm ekan. O'ta chiroyli ish chiqaribdi akamiz, tog'amiz. Razmer chiqqanmi bu? 50-52 ekan razmeri. Bularchi? Bular 35 ming. Bular 35 ming so'm ekan narxi. Razmerichi? Razmeri 42. 42 ekan razmeri. Nechtalik? Kepapas, ikkita. Ikkitalik yo'q, nima? Pachkada razmermi? Ham ikkitada. Ha, pachkada ham ikkita ekan, razmer ekan. Xullas, telefon nomeringiz qo'yakmi? Nechilik? 93lik 140 66 30 raqamiga murojaat qilinglar. Bozorlaringizni charchamang. Ona kimdan? Hozir. Bu hozirda yigit turibdi. Sizdan? Hormang charchamayapsizmi? Bizni taqillikmi? Yaxshimisiz? Video olyaptiram YouTube'ga. Necha puldan beryapsiz? 30 ming beryapmiz. Narxi 30 ming so'm ekan. Razmer qanaqa chiqqan? Razmer ikkitali bir kattasi bundan kichikroq bor. Yoshlarni bilmaysan? Yoshi 1-3 sinf. Ha, 1-3 sinflarga tushadigan ekan razmeri. Ikkitalik ekan, ikkita razmer ekan. Rasvetkalari. Telefon nomer qo'yakmi? Nechilik? 91lik, Telefon raqamlari 91lik 205, 205 46 76. 46 76 raqamiga murojaat qilinglar. Aka charchamang, savdongiz bersin. Bizda yuk yig'ib berish xizmati mavjud, kuryerlik xizmati. Nomerlarimiz 33lik 309 41 87 90lik 343 92 02 raqamiga murojaat qilinglar. Xo'lan upamizda pijamachilar, vodolaska, kashmir tepaslar. Standart razmerimiz. Hamma standart razmer ekan. Pijamalar qanchadan? 14 ming. Pijamalar 14 ming so'm ekan. 12 ming. 12 ming so'm ekan. Bu 28 ming. Bular 28 ming so'mdan ekan tepaslar. Nomeringiz qo'yakmi? Nechilik? 90lik. Telefon raqamlari 90lik 566 95 80 raqamiga murojaat qilinglar. Shu opamiz ishlaridan kerak bo'lsa bozorlaring bersin. Ishtonchalar. Mana qo'zichoq jundik nimalardan. Videoga olaraymiz aka?
Qancha beryapsiz jimperchalar? Jimperchalar narxi 21 ming so'mdan ekan. Hammasi bir xilmi narxi 21 ming? Kattasi qancha? Kattasi 27 ming so'm ekan. Ularchi? Pancho 10 ming so'm. Ular rasvetkalarni ko'ringlar, o'ta chiroyli rasvetkalar. Mana tugmalichi? Ha, 25 ming? Mana tugmali narxi 25 ming so'm ekan. Tiyani o'zimmi? Nomeringizni qo'yakmi? Yo'q aka, buni. Ha, nomer shartlas deyapti. Kurtkalar ja ko'p chiqib bormayapti. Kurtka kommentariyada kurtka video qiling degan ekan. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Yaxshimisizlar? Ko'rishmay qo'ydik anchadan beri. Ha. Ha? Yo'q. Qancha bo'lyapti bular narxi? Narxi 65 ming